Siz zararkunandalar yo'q deb o'ylayapsizmi? Ular allaqachon shu yerda. Faqat siz ularni ko'rmayapsiz. Mana qarang, tuxumlar, lichinkalar, ishlovchi shakllar, ular issiqlikni kutyapti. Havo harorat +10 bo'lishi bilan ular uyg'onadi. Bu zararkunandalar bilan kurashishda sizni ustunligingiz aynan hozirgi payt. Chunki ular hali chiqib ulgurmagan payt. Oviprom bu parafin yog'i. Afzalligi daraxt qobig'ini plyonka bilan qoplaydi. Shuning natijasida tuxum va lichinkalarning nafasini to'sadi. Rezistentlik yo'q. Yozda ketma-ket insektitsidlar bilan ishlov qilish shart emas. Erta bahorda bitta ishlov yoki mavsum davomida 3-4 marta ziyod doralash. Tanlov sizda. Agar siz Oviprom haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qiling. Agar siz zararkunandani hozir to'xtatmasangiz, ertaga u minglab ko'payib, hosilingizga katta zarar beradi. Shu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Siz bilan Agromag.uz jamoasi bo'ldi.